asli o'zbekistonlik Kamran Ibrohim bo'ladi. Kamran, assalomu alaykum. Rahmat katta gap berganingiz uchun. 2005-yilda boshladim futbolga, ko'chada o'ynashga. Keyin 2006da dekabr oyida e, o'sha oyda mani opoqim bilan Timur Kapadzeni dadasi bo'ladi, Tohir Kapadze. Men ham o'sha payt Timur Kapadzeni o'zini ham ko'rardim televizorda o'yinlarini. Juda ham xursand bo'lardim televizorda ko'rganimda. O'sha payt opog'imga aytganimda mani komandaga yo'naltirish uchun yordam berishsin deb bir rijoda bulundim. O'sha payt keyin Tohir Kapadze bilan o'tirib gaplashganmiz. Mani 2006-yilda dekabr oyida Deshu degan детский спортивный shkola bor edi. Ashetga yo'nlantirgan. O'zini ham o'g'li bor edi, uchinchi o'g'li. Uning ham oti Kamron. O'shan bilan birga trenirovkalarga boshlaganmiz. Keyin u ketgan. Ashna bo'lib men shu yerda qolganman. Birinchi trenerim shu yerda Ruslan aka. Keyingi paytlarda Neftchiga o'tish bir vaziyatim bo'lib qolgan. O'shanda ham 2011-yilda Neftchiga o'tganman.